Do'stlar, assalomu alaykum. YouTube kanalimni ko'rib turgandan hammalardan xursandman. Bugungi obzorimiz, ya'ni sotiladigan Fuji Moto 600RR Stage 2 holatda turibdi. Bu qora bayramizni maksimal tezligi 247 km/soat, ya'ni bunda juda ham katta kuch mavjud. Hozir buni sizlarga o'tatib, ovozini eshittirib ko'rsaman. ...2022-yilda chiqarilgan 8000 km masofani bosib o'tgan, dokumentlari, hamma narsalari joyida, tap-tayyor. Olasizlar, minasizlar. Egalari Xitoydan olib kelib, o'zlari havas qilib haydamoqchi bo'lishgan, lekin uydagilar qarshi bo'lib, buni haydashga berishmadi. Shuning uchun sotishga qaror qilishdi. O'zini kontaktini ключi, defenderi hamda knopkali orqali o'tatsalar ham bo'ladi va elektronli podsvetkalar, ruchkalarda elektron podsvetkalar. Eng qizig'i tormozning sistemasi, ya'ni original H2 yerlarda turadigan original Brembo tormozlarda turibdi akalar. Bu mototsiklda urovni juda ham yuqori hisoblanadi. Mana bu narsani ko'pchilik tushunmaydi. Mana bu narsani o'zi ko'p narsani hal qilib yuboradi degan narsa. Juda ham chiroyli. Ya'ni bu joyda shishali, oynali Bugatti yoki boshqa original mototsikllarda bo'ladi. Ya'ni Fuji Motoda ham bu bor. Mana bu joyga skromniy qilib duga qo'yib qo'yishgan. Ya'ni novinchoylar agar mabodo oladigan bo'lsa, bu ularga juda ham katta komfort beradi. Tashqi dizayni keladigan bo'lsak, ancha chiroyli. LED faralarni hozir yoritib ko'rsataman. LED faralarni ko'rib turganligingda, bemalol kechqurunda haydaganligingda birovga xalaqit bermasdan yo'lni yoritib ko'rib ketsalang bo'ladi. Xo'p, dizayni yana qo'shimcha bu joyga alohida jabra qo'yib ketishgan ekan. Jabralar juda ham chiroyli. Mototsiklimizni egalari $6700 so'rashyapti. Pastda raqamlarni qo'yib qo'yaman. Qo'ng'iroq qilib bemalol savdolashsangiz bo'ladi. Manzil Qo'qon shahri. Vodiydan istagan joyga ehtiyot qilib dastavka xizmatini ham tashkillab berishimiz mumkin. Agar